Assalomu alaykum aka. Qayerdansiz? Balandroq gapiring videoda. Samarqand Pastto'rg'on, ha? Siz jiyanlarsiz, ha? Ha, ma'qul bo'ldimi arava? Narx-navodan ko'nglingiz to'g'mi? Obunachilar, klientlarga tavsiya qilasizmi? Nech pul qilib berdim obunachilarga qiziq tog'am? 13,5 million. 13,5 million qilib berdim. Farqi bo'yingizda bor, to'g'rimi? Bor. Ma'qul bo'ldimi? Klientlarga, obunachilarga tavsiya qilasizlar, to'g'rimi? Siz ham tavsiya qilasizmi? Mana 1.60 ga 2.60. Shotkalar olinib qo'yiladigan 1.2 lik tekislikdan bo'ldi. Shuni qilib berdilar. 15 lik Lacetti balon. Mana taglari, Amazat Risol bo'ladi. 2 tonna 2,5 tonna bossa bo'ladi. Bu yerda 1 tonna 600 lik zamoklar, mana 1 tonna 600 lik zamoklar, zanjirlar qilib berganmiz. Shotkalar olinib qo'yiladigan qalin materiallarda ishlagan. Kimga shunaqa pristupda kerak bo'lsa, adres Samarqand Jonboy, 1 mosi, 2 mosi, nalichida tayyor pristupamiz bor. 15 ta tayyor pristupamiz bor mana. Mana bu yerda kraska bo'lmay turganlar ham bor. Mana. Bemalol zakaz qilaverasizlar. 3-4 ichida chiroyli qilib taqlab beramiz. Adres Samarqand Jonboy. 12 ta viloyatga dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Buning narxini yana bitta aytib o'tayin. 13,5 million qilib berdim. Farqoblari o'zida bor. Rushotkalar olinib qo'yiladigan 1.60 ga 2.60. Shunaqa qilib yasayvering. Tog'a rozimisiz? Hammasi cho'tkimi? Buni o'g'lingizga ham tashab qo'yaman. Rossiyada o'g'lingiz zakaz qildi, to'g'rimi? Obunachi klientlarga agarda ma'qul bo'lsa, kerak bo'lsa, meni yonimga jo'nataverasiz, chiroyli qilib beramiz. Yana bitta plyus tarafini aytayin. Tashqarilariga ham germetik urilgan, ichkarisidan ham shivillerda yasalgan, bakvat qilib yasalgan. Mayli tog'a, yaxshi kunlarga ishlating, mayli.